Ushbu loyiha Agrobank hamkorligida Samarqand viloyat Jomboy tumani Sarchashma MFI'da 5 ta konturda amalga oshirilmoqda. Ya'ni 226, 241, 252, 271, 284-konturlarda sabzi ekilgan. Maydon hajmi 30 gektar. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar hosilga kirish holatida. Ekinlarni yetishtirish 100 kun, 110 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 52 ta dehqon xo'jaligi mavjud. Har bir dehqon xo'jaligi uchun o'rtacha 55 sotikdan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Javohir Jamshidovich fermer xo'jaligi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 30 tonnadan jami 900 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekin ekiladi hamda yuqori daromad olish orqali odamlarni yanada daromadi oshirib boriladi.